Короче, 2 kun oldin Abror Muxtor Aliyni profilida ko'zim tushib qoldi. Undan tashqari Manaman degan populyarniy blogerlarni kanalida ko'zim tushib qoldi. Ikkita o'zbekistonlik bola Hamzat Chimayevni deb turib o'zini o'ldirib olganini eshitgan bo'lsanglar kerak. Eng qizig'i mana shu o'lim hozirgi kunda 10 taga yetibdi. Ya'ni tushunganinglarda bitta sportsmenni deb turib 10 ta inson из-за что o'lib ketyapti. Eshitmaganlar uchun qisqacha tushuntirib beraman. Ikkita o'zbekistonlik bola bor budini sotib, kreditlar olib, mana shu Hamzat Chimayev degan boyesni jangiga pul tikishgan qimoriga. Eng qizig'i u boyes yutkizib qo'ygandan keyin narigi ikkita bola bu narsani ko'tara olmasdan turib, o'zini o'ldirib olishgan. Xuddi shu holat Yevropa vakillari, boshqa millat, boshqa din vakillarining orasida ham uchrabdi. Ular juda ham katta summa tikib yuborishgan, $750,000, $1,000,000, $500,000 pul tikib yuborishgan eng qizig'i. Tabiiyki yutkizgandan keyin любой inson o'ldirib oladi shunaqa qilib. Endi bu yerda manaqa narsa borda, 5 yil oldin, 6 yil oldin shu holat bo'lganda to'g'ri tushunardim. Nimaga? Chunki qimorda reklama qiladigan blogerlar haqiqatdan yutayotgan prognozlarini ko'rsatib, rosa odamlarni qiziqtirib videorolik qilardi. Hozirgi kunda Manaman degan qimorda reklama qiladigan bloger ham bor haqiqatni aytyapti. Biz shu kungacha biror marta plyusga chiqmadik. Biz million pul yutkazadigan bo'lsak ham bizning cho'ntagimizdan ketmaydi. Bizga kasino to'laveradi u pulni. O'ynamanglar, boshqa qilmanglar. Milliontadan bitta inson yutishi mumkin deb hozirgi reklama qilayotgan blogerlar bor haqiqatni gapirib beryapti. Tushunasizlarmi? Endi bilmayman, bu ikkita o'zbekistonlik bola bir qanaqadir mo'jiza bo'lib boyib ketishni xohlashdimi? Bir 10 minut, 20 minut ichida shu pulimizni 10 barobar, 20 barobar qilib olamiz degan o'y bo'ldimi? Bilmayman-u. Lekin bular bu dunyodagi umrini qadriga yetish u yerda tursin, u dunyodagi umrini ham ko'tiga tikishdi ochiqga. Oxiratini kuydirib yuborishdi. Shu qimorga tikkan pulini o'sha bir fast foodgami, bir chorvachilikgami, bironta biznesga tikkanda edi. Balkim katta ehtimol bilan bo'lib ketishardi. Agar biznesi o'xshamasdan yurmagan taqdirda ham такой степени nolga minusga kirib ketishmardi. Хотя бы какой-то apparat nimadirlarni sotib turib, какой-то summasini apparatini chiqarib olishardi. O'ziga o'qit olardi. Shuning uchun maslahatim qimorga yaqinlashib o'tirmanglar. Qimordan hech kim boyib ketmagan. Milliontadan bitta inson yutishi mumkin ekan, katta ehtimol bilan u ham siz bilan men emasda. Endi qanday tushuntirsam bo'ladi? Haligi как narkotik bo'lib qo'ygan insonlar bo'ladi-yu, "Yo, sening gaping bir tiyin, biz o'ynamasak bo'lmaydi, o'ynaymiz" deydigan insonlar bo'lsa, maslahatim o'zingizlarni cho'ntagingizlarda pulinglar bo'lsa o'ynanglar. Pulinglar bo'lmayaptimi, kredit olib, qarz olib, umuman qimor o'ynab o'tirmanglar. Chunki yutkazasizlar baribir konsa konsov. Двойной barganaqa problemaga kirib ketasizlar. O'zi вообще-то lучше o'ynamaganinglar yaxshi-yu, lekin o'ynayman deydigan bo'lsanglar ham shu cho'ntaginglarda pulinglar bo'lsa o'ynanglar, bo'lmasa keragi yo'q bu narsani.